Qora jodu. Muallif Aziza Ismoilova. Faqat shu Ikrom akaga emas, undan ko'ra ancha yoshroq, o'zi qatori kimdir kuyov o'rnida o'tirgan bo'lsaydi. Mayli, mendan 1-2 yosh katta bo'lsa ham mayli. Saida o'z xayollaridan o'zi yayrab ketdi. Ertalab eshik taqillab, Dildorning "Sai" degan tovushi darvozaxonadan jaranglab eshitildi. Ikki dugona salomlashgach, "Tinchmisan?" deya uni o'z xonasiga taklif qilarkan, Saida Dildoraga savol nazari bilan tikildi. "Eshitdingmi yangilikni? Umida bilan Azamat bitta institutga topshirishibdi. Qizig'i bitta fakultetga ichidan pishganlar. Shu paytgacha hammadan sir saqlashayotgan ekan. Noziya aytib qoldi. Universitet yonida suhbatlashib turishganida ustiga kelib qolibdi. Xullas, bu yog'iga ham ular birga o'qishmoqchi ekan. Umidaga-ku umuman hayron qoldim. Qanaqasiga o'qishga kirar ekan bu kallasi bilan, tavba. Azamat qayerga borsa xuddi dumidek u ham o'sha joyga boradi-ya." Saidaning labiga kinoyali tabassum yugurdi. "O'lib ketsin, qo'shmazor bo'lsin, menga nima?" Dugonasiga sezdirmagani bilan Saidaning ichi bir g'alati bo'ldi. Dildora ketgandan keyin o'ylangancha o'tirib qoldi. Azamat va Umidaning endi bir o'qishda o'qishini, o'zining bir-biridan qizg'onchoq akalarining gapi sababli otasi o'qishga ruxsat bermaganini, hech qachon boshqa dugonalaridek emin-erkin bo'lolmasligini o'ylab siqildi. O'zi bilmagan holda xayol bilan tortmadan o'sha kuni topib olgani 2ta "I" harfi naqshi tikilgan ro'molchani oldi. Lablarini qimtib olgancha o'zini chalg'itish uchun har xil qilib uni taxlay boshladi. Xo'rsindi, hidlab ko'rdi, ochib qalamcha qilib dumalatib o'radi. U bu ishlarni shunchaki xayolga berilib qolgani bois bajarayotgan, o'yu fikri esa Dildor topib kelgan boyagi gaplar bilan band edi. Dimog'iga o'sha kungi o'ylarini tutib ketgan ifor ancha o'rnashib qolgach, anchadan keyin u ro'molchaning egasini esladi. Haliyam ro'molchadan o'sha hid kelib turibdi. Necha kun turarkan bu atir o'zi? Boylar shunaqa oylab ham ketmay turadigan atirlarni ishlatishar ekanda. Yoniga oyoq uchida undan shuncha kundan beri xavotirlanib yurgan onasi kirdi. Saodat opa o'ylanib parishon o'tirgan qiziga qararkan, Saidaning qo'lidagi ro'molcha birdan diqqatini tortdi. "Bu kimniki? Qanday sening qo'lingga tushib qoldi?" Qizning qo'lidan yulqib olgach, Saodat opa bu buyumga ancha tikilib qaradi. Oyi, yana boshladingizmi? Nega hadeb mendan gumon qilaverasiz, a? Tinch qo'ying iltimos. O'zi akalarimniki yetib ortadi tergagani." Saodat opa chimirilib, ro'molchani chetga olib qo'ydi. "O'zgarib qolding, qizim, judayam. Oldin bunaqa ko'p xayol surib o'tirmasding. O'sha odam kelib dunyoyingni chilparchin qilib ketdimi, a? Uning nimasi yoqib qoldi o'zi senga?" Saidaning tomog'iga bir nima tiqildi. "Voy oyi, yana shunaqa deyapsizmi? Sizga nima bo'layapti? Hozirgina sizdan iltimos qildim-a? Tinch qo'ying, kerakmas shunaqa gaplar" dedim. "Maylimi xayol sursam, o'zim bilan o'zim yashasam, yo mumkin emasmi? Ozgina bo'lsa ham tinch qo'yasizlarmi? Hech kim bolasini sizlardek tergayvermasa kerak. Shunaqa ekan, yana bitta qiz tug'ishingiz kerak edi. Anavilaringiz ham meni sal tinch qo'yishardi. Endi ularning yoniga siz ham qo'shildingizmi?" Saodat opa bu iddaolarga battar chimirildi. "Bu qizga nima bo'layapti, a? Buncha yuragi tor. Shuncha paytdan beri im yurgan qiz o'sha Ikrom deganlari kelib ketganidan beri tinmay tutun qaytaryapti-ya." Shu fikr ko'nglidan o'tdi-yu, qizini battar siquvga olishga tushdi. "O'sha odamga sen o'zingni teng ko'rayapsanmi hali? O'z holimga qo'yingmish. Ko'rayapman nima qilayotganingni. Ana, ro'molchasini berib ketdi-ku. Sen esa o'z holimga qo'ying deb xavotingni qamalib shuni hidlab o'tiribsan. O'zgarib qolganingni nahotki o'zing bilmayapsan?" Saidaning negadir xo'rligi kelib ketdi. Qani bor ovozda ichidan toshib kelayotgan alamini oyisiga tushuntirib o'tirmasa-da, oyisi uni ozgina o'z holiga qo'ysa. Bugun Dildor topib kelgan xabarni ham unutib, to'yib yig'lasa. "Ha, teng ko'rayapman. Mana ro'molchasini iskab o'tiribman. Sevib qoldim o'sha odamni. Chunki bu hayot jonimga tegdi.
Akalarimning tinmay tergayverishidan to'yib ketdim. Men tengilar xohlagan o'qishiga kirishayapti. Uyga ko'milib o'tirishgani yo'q. O'sha odamga jon deb turmushga chiqqan bo'lardim. Uzoq-uzoqlarga ketardim. O'zim xohlaganimdek, xuddi malikalardek yashardim. Hech kimga hisob bermasdim. Bo'ldimi? Bildingizmi endi? Eshitganlaridan Saodat opaning og'zi lang ochilib qoldi. Ovozi ko'tarilgan qizidan yanada hayratlanib, Nabi aka ham ostonada paydo bo'ldi. Saida bu paytda tirsagiga bosh qo'ygan holatda o'tirib yig'lay boshlagandi. Qiz bola, shu gapni aytishga uyalmaysanmi? 3 akangning bo'yidan hatlab hali o'zingga er topdingmi? Baribir oyisi tushunmabdi. Nega bunchalik qiyin qistovga olaveradilar-a? Xayoliga bo'y ko'rsatgan fikrdan Saida toshib ketdi. Ha, topdim. Tegaman o'sha Ikrom akaga. Maylimi endi? Birdan Saidaning ovozini qaldiroqday gumburlab Nabi akaning "Bas" degan ovozi bo'ldi. Saidaning boshi qo'rquvdan bo'ynining ichiga kirar holatga kirdi. U otasining eshitib turganini mutlaqo payqamay qolgandi. Keyin hammasi juda tez sodir bo'la boshladi. Nabi aka avvalo qizining qo'lidan sudragudek bo'lib hovliga tortqilagancha olib chiqdi. Tegasanmi? Uyalmay tegaman dedingmi? Hali o'z onangga ochiq-oshkora tegaman deb gapirayapsanmi sen, hayosiz? Saida yerga qarab tilsiz zabonsiz ko'z yosh to'ka boshladi. Otasi shaxt bilan ichkari uyga kirib, o'z telefonini topib olib chiqdi. Jahldan chirsillab yoqqancha uzoq raqam qidirdi. Keyin hafsalasi pir bo'lib katta o'g'lining telefon raqamini terdi. Nurbek, yaxshimisan o'g'lim? Ikronboyni raqami nechi edi? Aytvorgin. Yo'q. Yaxshisi SMS qilib jo'nat. Xo'pmi? Ha, hech gap yo'q. Biroz maslahatli gap chiqib qoldi. Senga hammasini keyin aytaman. Birozdan so'ng SMS kelganini bildiruvchi qisqa ovoz eshitildi. Otasi yana raqam terib qulog'iga tutdi. Saida haliyam ichida qattiq ikkilanardi. Nima qilsin? Otasini oyog'iga bosh urib yalinsa kechirarmikin? Tushunmayapman. Otam nima qilmoqchi bo'lyaptilar o'zi? Assalomu alaykum Ikromboy. Yaxshimisiz? Eson-omon. Ha, Xudoga shukr. Hammamiz yaxshimiz. Sizga alohida tashakkur. Bilasizmi o'g'lim, uyimga kelganingizda bir narsani so'ragandingiz. Esingizdami? Haliyam qaroringiz qat'iy bo'lsa, biz ham bir qarorga keldik. 18 yil orzulab katta qilgan qizim bugundan e'tiboran sizniki. Faqat bilasiz, bu hali qiz bola. Anavi ayolingiz bilan uzil-kesil orani ochiq qilsangiz, bizga ham ma'qul bo'lgan bo'lardi. Ha, kelishib albatta. Ko'nglingiz bundan xotirjam bo'lsin. Xo'p, yana gaplashamiz. Xayr. Otasi so'zlashuvdan keyinoq o'z telefonini asfaltga zarb bilan urdi. Telefon 3-4 bo'lakka bo'linib har tomonga sochildi. Menga qara, tamagir bo'lmasliging uchun haliyam senga bitta imkon berdim. Shu odamning rostdan ham agar o'ris xotinidan ajrashsa, keyin seni unga beraman. Agar ajrashmasa eshitib ol, unga emas, shu eshikdan birinchi kirib kelgan sovchiga seni beraman. Toshga sol, baxtingdan ko'r buyog'i. Hech narsani tushunmagan Saida cho'q tushib yig'lagancha joyida qoldi. Otasi esa jahlda undan yuz o'girgancha kiyinib qayoqqadir chiqib ketdi. Bir hafta otasi xuddi shunday Saidaning yuziga qaramay yurdi. Onasi esa soqovga aylangandek edi go'yo. Juma kuniga Fotiha belgilandi. Shu kuni Saidalarning chang ko'chalari to'zg'itib, qimmatbaho mashinalar karvoni mahalla bo'ylab kirib kela boshladi. Bo'z bolalar mashinalar ketidan chopishar, bo'y yigitlar esa kelib to'xtagan mashinalar yonida kerilgancha suratga tushishardi. Qizlar darvozadan mo'ralab, ayollar ko'chaga chiqib og'zini ro'moli chetiga berkitgan ko'yi mashinalardan tushayotgan sarpo sandiqlar, yaltiroq tugunlar, oynavand qutilarni sanab-sanog'iga yetishmadi. Mahallaning oldi oqsoqollari allaqachon kiymay qo'yishgan kostyum-shimlarini kiyib, Nabi akalarnikiga Fotiha to'yiga qatorlashib kirib kela boshlashdi. Taqdiri Ikromjonga bichilayotgan Saida esa o'z xonasida yig'lab o'tirar, dugonasi Dildora ham go'yoki mum tishlab olgandek jim edi.
Kichik akasi Nodir u yoqdan bu yoqqa har o'tganda uning xonasi tomonga o'qrayib qarab qo'yar, eshittirib o'zicha piching gap qilardi. Zarbon kiyimlarga o'ranib, boshdan oyoq tillalarga ko'milgan ayollardan biri katta qutini onasiga alohida tutqazdi. Saodat opa qutini ayvon ostidagi xontaxta ustiga qo'ygan paytda u ayol bu yoqqamas, seyfga tashlanadigan narsa bu deya iljayib kuldi. Saodat opa esankirab qutini ko'targancha Saidaning xonasiga eltdi. Dildora o'rnidan turib qiziqqanidan qutini ochdi. Bir xilda terilgan pullar ustida 2 bo'lak yarim kafcha keladigan tilla g'isht turardi. Bu manzaradan qo'rqib ketgan Dildora qutini darrov yopa qoldi. Bir ozdan keyin yana boshqa quti ichkariga kiritildi. Dildora bunisiga avvalgidek qiziquvchanlik qilib qo'l cho'zmadi. Mehmonxonada ayollar joylashgan ochiq ayvonni qandaydir yigitlar va mahalla chollari to'ldirib o'tirishardi. Naba akaning oldiga yoshi ulug'roq bir mehmon amaki yaqinlashdi. Egilib bir narsalarni qulog'iga shipshidi. Naba aka boshini sarak-sarak qilib uning gaplarini ma'qullab turdi. Keyin u amaki barmoqlarini bukib nimanidir sanashga tushdi. Saidaning otasi faqatgina qulluq qilib iljayib turaverardi. Barini derazadan kuzatib turarkan, ko'zlari yig'idan shishib ketgan Saida pardani karnizdan yulgudek bo'lib jahl bilan tortib berkitdi. Nima qilib qo'ydim Dila, nima bo'ladi endi? Dildora dugonasini yelkasidan quchib ovutdi. Mehmonlar ketgandan keyin uy suv quygandek muzlab qoldi. Akasi tashqarida navkardek terilib turgan sandiqlarni qutilar ichkariga o'rtog'i bilan bittalab toshishni boshladi. Ba'zi birlarini ataydan singlisiga zardalagandek qilib uning xonasiga olib kirdi. Sandiqlarning og'zini ochib ko'rib qo'y, seni biz nimalar evaziga sotdik degandek xo'mrayib kesatdi. Mana malikam, sarpolaringiz, bunisi taqinchoqlaringiz ekan, orasini yaxshilab qarasangiz, oyog'ingizga taqadigan tilla kishanlar ham balki chiqib qolar. Bu gapdan Saida battar yig'lashga tushdi. Mahallada uning sarposi rosa maqtalib dovruq bo'ldi. Bu mahallayu bu ko'chalar bino bo'lganidan beri hali biron qizga bu taxlit zeb kelmagandi. 10 kun qanday o'tdi, Saida hattoki buni sezmasdan ham qoldi. Fotihasi o'tgan kuni kattalar 15 kundan keyin to'y deb belgilab ketishgan ekan. Otasi Ikromning o'ris ayoli mavzusini yana telefonda ko'tarishga majbur bo'ldi. Telefonni ha tuzuk tushunarli Ikromjon yaxshi ekan unda deb ma'qullab joyiga qo'ygan otasi o'ziga kiprik qoqmasdan tikilib o'tirgan ayoliga vaziyatni tushuntirgan bo'ldi. U ayol bilan Ikromjon grajdanskiy brakda ekan. Xat qog'ozda nikoh yo'q deb aytdi. Shunday bo'lsa ham mol mulkni yarmini uning nomiga o'tkazayapman. Hamma narsani teng taqsimot qilib o'rtasidan bo'lib hujjatlashtirib beraman deyapti. Endi men tushunmadim u xotini bilan o'rtasida kelishuvni. Xullas gapida turib orasini ochiq qilyapti ekan. Yana to'yga 2 kun qolganda kelarmish. Nikoh ham o'sha kuni o'qilarkan. Shuda endi bor gap. Bilmasam onasi, sen o'zing bilib harakatingni qilaver, dedi va sekin yana vazmin qadamlar bilan tashqariga chiqib ketdi. Darvoza oldiga yetganda Naba aka qizining xonasi tomonga o'girilib, yopiq pardalar ortida o'zi tusmollagan vujudga qaragancha o'ylanib qoldi. Tentak qiz, o'zingga o'zing qilding.